Mening bitta do'stim kvartirada turardi. Xonadoshi bilan kelisha olmagani sababli u kvartiradan ketdi. Yangi kvartira juda arzon va maktabga yaqin edi. Borib kelishga juda qulay. Omadim keldida deb kvartira pulini darhol to'lab tashlagandi. Bunday arzon narxdagi kvartira menga shubhali tuyuldi. Ishqilib hammasi yaxshi bo'lsin deb yelkamni qisib qo'ydim. Lekin bir yil davomida noodatiy hech narsa bo'lmadi. Bir kuni do'stim ko'rinmay qo'ydi. Nafaqat sinfda, restoran, bar va shunga o'xshash joylarga ham kelmay qo'ydi. Oila a'zolariga nimadir bo'lganmikin? 5 kun bo'ldi, hali ham yo'q. Uyga borib ko'rishga qaror qildim. Necha marta eshikni taqillatib, uni chaqirsam ham ichkaridan hech qanday javob bo'lmadi. Uyiga ketgan bo'lsa kerak deb endi ketmoqchi edim. Ketmoqchi bo'lib turganimda eshikni tortib ko'rgandim. Bexosdan ochilib ketdi. Kim bor deb ichkariga kirdim. Badanim titragandan qimirlay olmasdim. Xona devorlari qon bilan qoplangandi. Qiziq, qayerdan shuncha qon? Juda hayratlangandim. Xuddi qizil bo'yoq bilan bo'yab qo'yganga o'xshardi. Shunda kimdir yotog'ida, adyol ostida yotgan ekan. Do'stimga o'xshatdim. Kravat tomonga asta-sekin bordim. "Do'stim, senga nima bo'ldi?" deb adyolni ochib ko'rmoqchi bo'ldim. Osonlik bilan ochilmadi. Adyol nimagadir yopishib qolganga o'xshardi. Shuning uchun qattiqroq tortib ko'rdim. Shu vaqtda kimdir yotgan ekan. Qarasam, badani barcha joyi qon bo'lgan do'stim edi. Qon oqaverib qotib qolgan. Natijada adyolga yopishib qolgan ekan. Uning ko'zlari katta ochilgandi, xuddi o'limi oldidan nimadandir qattiq qo'rqqanga o'xshardi. Qo'rqqanimdan baqirib yubordim va politsiyaga xabar berdim. Ular avvaliga mendan gumon qilishdi. Lekin keyinchalik qidiruv tugagandan keyin menga ma'lumot berishdilar. O'lim haddan tashqari qon ketish natijasida sodir bo'lgan ekan. Faqat barmoqlari yulingan ekan. Bundan boshqa hech narsa qilinmagan, kesilgan yoki yaralangan joyi topilmagan. Devordagi barcha qonlar do'stimniki bo'lib chiqdi. Deyarli qon yarmi oqib bo'lgan ekan. Juda ko'p qon ketish sababi devorni tirnagan va urgandan degan xulosa chiqarildi. Hatto barcha barmoqlari yulinib ham qolgan. Mumkin xonada nimanidir ko'rgan va qochib ketishga harakat qilgan. Eshikni topa olmagan sababli adyol ostiga yashiringan. Lekin ko'p qon ketish natijasida vafot etgan. Qiziq, do'stim xonada nimani ko'rgan bo'lishi mumkin?